Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Hozirgi kunda eng trendda bo'lib kelayotgan fasad sohalaridan biri Gold Clinker plitalari, mana fasadli plitkalar. Bu mahsulotlarni uyga qildiraman, narx-navolarni to'liqroq ma'lumot beringlar deb ko'p aktivlarimiz so'rayapti. Mahsulotlarimiz narxlari 65 mingdan 95 ming so'mgacha. Bu qanaqa narx qaysi biriga bo'ladi deyiladi. 65 ming so'mdan standart so'qilniydi barcha turdagilari 50 xil svetda qo'yib bera olamiz. 2 xil svetli ishlarimiz, polosasi boshqa, ustida mana 50 xil rangda o'zingizlar tanlaysizlar. 85 ming bo'ladi. Mramornilari mana, usti mramornilari, buları 95 ming so'mdan. Dastlabkilari kelishilgan holatda o'zimizning bonuslarimiz bor. Bularni hozir telefonda to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Ishlab chiqaruvchilar juda ko'pchilik bu mahsulotlarni qanday ishlab chiqarsam bo'ladi deydi. Mana Rossiyaga zo'r ketayotgan turlari bor. Mana barchasini ishlab chiqarishni 0 dan 100% gacha qo'yib beryapmiz. Qoliplarimiz narxlari 130 dollardan 190 dollargacha. Qani qoliplari qanaqa bo'ladi degan aksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga biz ishxonamizga kelsanglar, vibrlar juda ham ko'p. Birinchi kelganda mana bu yerga ilib qo'yganmiz. Ish boshlagan zo'r ketadigan hadovoylarni, ablisovishni, lazerli 3D deydi. Hozir eng trendda kelayotgan ishlarimizdan biri. Paltarashkalarimiz bor mana. Bularni qolipi qanaqa bo'ladi, narxlari qanaqa qoliplarni degan aksiyalarimiz qoliplarning narxlari 130 dollardan 200 dollargacha standart narxlarda. Korxonamizga kelsanglar farqini tushuntiramiz. Qo'linglar bilan ushlab ko'rasizlar, ishlatilayotgan qoliplarni ko'rasizlar. Shunga qarab turib, vibrini qila olasizlar. Bir joyda yaxshi yomon demaymiz, biz kuzatib kelayotgan aksiyalarimiz bo'ladi. Sifat bo'yicha xudo xolasa, mana qo'linglar bilan ushlab, mahsulotimizni ham, qolipimizni ham ushlaganinglarni o'zingizlar bilasizlar. Bemalol korxonamizga kela olasizlar. 2026-yilda ham o'zingizlar biznesinglarni boshlaylar akalarimiz. Sizlarni kutamiz, korxonamizga kelib ko'rib, keyin shuni aytib o'tamiz. Uzoqdan kelayotgan akalarimiz qanaqa sharoit deydigan akalarimizga yotoqxona, yemoq uchun hamma sharoitlarimiz bor. Korxonamizga kela olasizlar. Sizlarni kutib qolamiz.